Haqiqiy dizayner ishlagan Toshkentdagi Abu Dhabi domlarini obzor qilib beraman. Kvartirani obzor qilishdan oldin birinchi sizlarga atmosferasini tushuntiraman. Huvaydodagi Abu Dhabi domlari o'zini yopiq hududi, korzinkasi ham ichida, dorixonasi, hamma narsasi bor ekan, maktab bog'chalari ham bor. Yozgi oshxonani balkonga olib chiqib qo'yishibdi. Mana bu yoqda qishki oshxonamiz bo'ladi, o'zini o'tirib choy ichadigan narsalari, videoda ko'rib turgan hamma mebel texnikalari bilan sotiladi. Hop, yana katta xollga qaytib chiqdik. 115 kvadrat maydonga ega. Remontlari ham yangi holatda, bu bitta xonasi bo'ladi. Umumiy sanuzeli, bu yoqda mana yana bitta sanuzellari bor. Spannigini ham remontlari bir-biriga yarashib turibdi ranglari. Yopiq hudud, bemalol bolanglar o'ynab yursa bo'ladi. Spannigida qaranglar, garderobnisi bor. Uni ichida mana sanuzeli bor ekan. Gap yo'q lekin. Bu lyuks kvartiramizni 175 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Egalarining raqamlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Aniq lokatsiyasi, rasmlarini Telegramga tashlab qo'ydim. Atmosferani qaranglar, gap yo'q lekin. Mana shu Abu Dhabi domlarini 2-etajda 7-podyezdda joylashgan.